Mumkin axir. Naqd 1 oy bo'ldi axir. Menga baribir. Men endi uni sog' qo'ymayman agar shuncha vaqtdan beri ham ishni bitirmagan bo'lsa. Voy, shohim, podshohim. Nima uchun keldingiz? Ha, ishlar bityapti. Hoy ablah, 1 oydan beri sen o'sha ishni bitira olmay yuribsan. Sen shuni bilyapsanmi? Podshohim, allaqachon u ish bitdi. Axir u ish kecha bitgandi-ku. Nima? Unda mollar qayerda? Sizning eski omboringizda, u yerni siz uchun uyga, ya'ni kulbaga aylantirdik. Yaxshi, agar hozir borib qaraganimda o'sha yerda narsalar bo'lmasa, seni sog' qo'ymayman. Sen bu ketishda qirolligimiz vayron bo'lishi mumkin axir. Xo'p, bo'ldi podshohim. Vazirmish yana. Tezroq uyimga bir borib kelaychi. Yangi uyimga. Uyimish axir u yer ombor edi-ku. Oddiy. U yerni kulbaga aylantirdilar. Mana ombor. Xo'sh. Eshigini yangilabdilar, yaxshi. Mana eshigini yopaylikchi. Qaysi birida? Voh, mana menga kerakli narsalar, boyliklar yo'q-ku axir. Davlatimizning pullari mana bunisi bochkada ekan. Va mana. Va nihoyat bizga kerakli mollar topildi. Menga qara, men mollarni ko'rdim. Ammo agarda 3 kun ichida ishchilaring mana shu ya'ni qishlog'imizning atrofini o'rab olishmasa, kerakli mollar orqali seni o'zim qo'l qilib ishlataman. Tushundingmi? Seni qilgan ishlaringni hali beri unutganim yo'q, ablah. Bo'ldi, podshohim, bo'ldi. Shu derazangni ham bir sindirib tashlasa-da. Mayli, ko'rishamiz. Voy, qachon bo'ladi endi bu hozir? 3 kun emas, naq 5 kun o'tdi axir oradan. Mana yerda galim. Mana u to'plarni qo'riqlayotgandi-ku. Chiqaylikchi sekingina. Ketik qani, nimalar qilibdi axir u vazir? Ishchilarga nimalarni buyurgan? Xo'sh, vazir, sen ishlarni bitirdingmi? Albatta, podshohim, albatta bitirdim. Endi meni afv eting. Qilgan ishlarimni kechiring. Agar meni kechirsangiz, men sizga yana bir aytadigan gapim bor. Mayli, kechirdim seni. Keyingi safar agar yana shu ishni qilsang, men seni umuman kechirmayman. Podshohim, meni afv etganingiz uchun rahmat sizga. Men sizga aytadigan narsam, galimlarimiz sonini 10 taga yetkazdim va aholi sonini ham ko'paytirdim. Xo'sh, bu xabarim sizga yoqdimi? Ha, yoqdi. Devorchi asosiy ish. Devorlarni bitirdingmi? Albatta bitirdim. Va undan tashqari notekis joylarni ham ba'zilarini to'g'irladim. Va chiroyli qilib darvoza ham qurdirdim. Ha, mayli. Yaxshi, seni afv etdim. Xo'sh, obunachilarim bilan bir ko'raylikchi. Ko'chaning ahvolini. Eshikni yopamiz. Va devor qani? Teparoqqa chiqaylikchi. Qochib tur. Ko'p bilan podshohim. Ana shunday bo'lsin. Va devorlar yaxshi. Galimlar qo'riqlayapti. Mana bu yerda ham galim. Juda ham yaxshi ekan, ha? Devorlar ko'pligini
kech tushmoqda. Hech qisi yo'q. Ey Galem. Ey Galem. Senga aytyapman. Menimcha Galemlarni hali so'zlamagan ko'rinadi, gapga tushunadigan qilib. Qaysidir Galem, ya'ni o'zimizni qishloqni eng birinchi Galemi, lekin tushunardi meni. Bu menimcha faqat himoya qilsa kerak. Menga hatto qaramayapti ham-ku. Hech qisi yo'q. Devorlarni quribdi, yaxshilab bitiribdi ishlarni. Keyingi videoda albatta do'stlar juda ham qiziqarli bo'ladi. Voy, yiqilib tushdim. Mana bu vazirning nima qilganini sizlarga aytib beraman. Mana kech tushmoqda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hozir sizlarga keyingi videodan bir lavha ko'rsataman. Yo'q. Yaramas vazir. Yo'q.